Assalomu alaykum talabalar. Bugun mana yana sizlar bilan uchrashish nasib etdi. Bugun yog'lar almashinuvi buzilishiga ko'proq to'xtaymiz. Ammo buni ko'rib chiqishdan oldin albatta biza sizlar bilan xolesterin almashinuvi hamda murakkab yog'lar almashinuvini ko'rib chiqishimiz kerak. Ma'lumki, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, demak, ko'rib turibsizlar, bizada xolesterin biosintezi va uni boshqarilishini, fosfolipidlar sintezi, glikolipidlar sintezi, neytral yog'lar almashinuvi buzilishi, xolesterin almashinuvini buzilishi hamda oz miqdorda prostaglandin, tromboksallar hamda leykotrienlarga to'xtalamiz. Ma'lumki, keyin o'tadigan bo'lsak, bizada sterinlar o'z navbatida bir necha xil ko'rinishda bo'ladi. Ular hayvon hamda o'simliklarga turiga bo'linadi va bizda eng ko'p uchraydigani bu xolesterin hamda uni hosilalari hisoblanadi va shuni aytish kerakki, keyingi slaydda ko'rganimizdek, bizni organizmimizda agar tana vaznimizni biz 70 kilo deb oladigan bo'lsak, jami bo'lib xolesterin miqdori ko'p emas, u juda ham kamni tashkil etadi va slayddan ko'rib turibsizlar, bu xolesterin miqdori bizada kuniga taxminan balansi 1,5 grammni tashkil etish kerak. Endi shundan taxminan 0,5 grammini biza sizlar bilan oziqa, ya'ni hayvon mahsulotlari orqali qabul qilamiz. Qolgani taxminan 1 grammi esa bizda endogin sintezi hisobiga hosil bo'ladi. Endi bu jarayonlar doimo bir-birini nazorat qilib turadi va bu nazorat shundan iboratki, ko'payib ketadigan bo'lsa, oziqa mahsulotlar bilan ko'p miqdorda tushadigan bo'lsa, endogin sintezini pasayishi kuzatiladi. Agar tushishi kamayib ketadigan bo'lsa, endogin sintezini oshishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuni aytish kerakki, xolesterinning asosiy qismi bizni hujayralarimizda mavjud, oz qismi bizada lipoproteinlar tarkibida tashiladi. Endi mana shu muvozanatni saqlash esa xolesterinni ishlatilishi bilan bog'liqdir. Xo'sh, nimalarga ishlatilarkan va qanday bu balans bizda ta'minlanadi? Ko'rib turibsizlar, taxminan 0,5 dan 0,7 grammgacha bu o't kislotalar sintezi uchun sarflanadi. Bu jarayon esa oldingi ma'ruzalarimizda aytganimizdek jigarda kechadi. Keyingisi esa xolesterinni najas bilan chiqib ketishi o'zi. Bu taxminan bizada yana o'sha 0,5-0,7 grammni ekskretsiyalanishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda teri osti hujayralarimizda bizada xolesterinni taxminan 10 milligrammidan vitamin D sintezlanadiki, bu yaxshi bilasizlar, bizada kalsiy fosfor almashinuvini ta'minlab turishda ahamiyatli hisoblanadi. Shu bilan birgalikda kuniga bizada apoptoz hisobiga epitelial hujayralarimizni ko'chib tushishi hisobiga biza taxminan 100 milligram xolesterinni teri orqali yo'qotishimiz mumkin bo'ladi va juda oz qismi esa ayniqsa qisqa zanjirli ko'rinishdagi yog'lar hamda xolesterin bizada peshob orqali uni chiqishi kuzatiladi. Shuni aytish kerakki, xolesterin bizaga nafaqat o't kislotalari hamda vitamin D, balki shu bilan birgalikda glukokortikosteroid, jinsiy gormonlar sinteziga ham ishlatiladi. Kuniga uni bu yo'l bilan sarflanishi taxminan 40 milligrammni tashkil etadi. Ko'rib turibsizlar, tushayotgan hamda sintezlanayotgan umumiy xolesterinni yig'indisi ishlatilishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun xolesterin bizada to'planishi kuzatilmaydi me'yorida. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz,
xolesterin sintezi bizada jadal kechadi qaysi hujayralarimizda? Jigar hujayralarimizda, buyrak usti bezini po'stloq qismida, jinsiy hujayralarimizda, teri osti kletchatkada xolesterin sintezi hamda emizgilik ayollarni sut bezlarida jadallik bilan uni sintezi kechadi. Endi manba sifatida esa albatta biz atsetil koenzim A'dan foydalanamiz. Ammo xolesterinni yangitdan, ya'ni de novo sintezi juda ham ko'p substratlarni sarflanishi hamda energiyani talab qiladi. O'shaning uchun bu jarayon o'ta murakkab va oz miqdorda uni sintezini ko'rishimiz mumkindir. Uni sintezini bosqichlarini ko'radigan bo'lsak, u asosan 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi va birinchi bosqichda bizada mevalon kislotasini hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Kelinglar ko'rib chiqaylik shu birinchi bosqichini. Buning uchun ko'rib turibsizlar, 2 molekula asetil-CoA o'zaro birikishi hisobiga bu yerda tiolaza fermenti ishtirok etadi. Bizada hosil bo'ladi asetil koenzim A. Endi shu asetil koenzim A'ga yana bir molekula asetil koenzim A'ni kiritamiz. Bu GMG sintaza fermenti ishtirokida ketadi va albatta suv ishtirokida bo'ladi va shuni natijasida 6 uglerod tutuvchi birikma, bu 3 gidroksi 3 metil glutaril koenzim A hosil bo'ladi. Endi keyingi bosqichda esa keyingi reaksiya quyidagidan iborat bo'ladi va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, endi mana shu hosil bo'lgan GMG-CoA u bizada reduktaza fermenti ishtirokida bizada hosil qiladi mevalon kislotasini. Endi buning uchun esa uni qaytarishimiz kerak bo'ladi. Qaytarishda vodorod donori sifatida ko'rib turibsizlar, NADFH ishlatiladi. Ya'ni o'sha glukozani pentoza fosfat sikli bu yerda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuni natijasida bizada hozirgina aytganimizdek bizada mevalon kislotasi hosil bo'ladi. Keyingisida esa ko'rib turibsizlar, biz shu mevalon kislotasidan karboksil guruhni chiqarib yuboramiz va bir vaqtni o'zida uni fosforlaymiz. Ya'ni biz izopentenil pirofosfatni hosil qilamizki, u 5 ta uglerodni o'zida tutuvchi asosiy birikma hosil bo'ldi. Endi ikkinchi bosqich boshlanadi. Ikkinchi bosqichda keyingisiga o'tadigan bo'lsak, kondensatsiya bosqichi deyiladi va bu kondensatsiya bosqichi hisobiga biz zanjirli 30 ta uglerodni o'zida tutuvchi skvalen molekulasini hosil qilamiz. Xo'sh, qanday hosil qilamiz? Avval biz 2 ta izopentenil pirofosfatni o'zaro birikishimiz natijasida C10 geranil pirofosfatni hosil qildik. Endi shu C10 geranil pirofosfatga bir molekula izopentenil pirofosfatni qo'shadigan bo'lsak, bizada C15 farnezil pirofosfat hosil bo'lyapti. Endi shu 2 ta farnezil pirofosfatni o'zaro birikishi hisobiga ko'rib turibsizlar, C30 skvalen hosil qildik. Bu shu bilan ikkinchi bosqich, ya'ni kondensatsiya bosqichi yakunlanadi va biz keyingi 3-bosqichga, ya'ni siklizatsiya bosqichiga o'tamiz. Bu siklizatsiya bosqichida boyagi aytganimizdek zanjirli tuzilgan skvalendan oldin hosil bo'ladi lanosterin, keyin esa undan 3 ta uglerodni chiqarib yuborishimiz hisobiga bizada C27 xolesterinni hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin.
shunday qilib bizada bu jarayonda juda ham ko'p miqdorda asetil-koaz ishlatilyapti va ko'p miqdorda NADH hamda ATF energiyasi sarfini kuzatilyapmiz. Mana shu jarayon bizda albatta boshqarilib turadi. Bu boshqarilish teskari bog'lanish orqali boshqariladi va keyingi slaydni ochadigan bo'lsak, buni ko'rib turibsizlar, gen darajasida boshqarilishni kuzatyapmiz. Ya'ni bizada GMG-CoA reduktaza fermenti ta'sirida hosil bo'lgan mevalon kislotasini miqdori hujayrada ko'payib ketadigan bo'lsa, u o'zi yadroga ta'sir etib, yadroda demak bizada gen darajasida uni gen sintez fermenti faolligini ingibrlaydi va shuni natijasida bizada GMG-CoA reduktaza fermenti faolligi susayadi. Bu hamda uni miqdorini kamayishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida xolesterin sintezini to'xtashiga olib keladi. Shu bilan birgalikda aytish kerakki, bu jarayonlar fosforlanish hamda defosforlanish hisobiga ham boshqarilib turadi va bu yerda albatta gormonlarning ta'siri o'ta muhim hisoblanadi va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, shunday qilib biza sizlar bilan hujayralarimizga kerakli bo'lgan xolesterinni to'plab oldik. Lekin xolesterinni yana bir bor eslatib o'taman, taxminan 0,5 grammi tashqaridan oziqa mahsulotlar bilan tushadi. Endi biz shu bilan birgalikda biomembranalarni shakllantirish uchun fosfolipidlarni ham sintezlashimiz kerak. Eslatib o'taman, fosfolipidlar esilida bo'lsa, bizda fosfatidilxolin, fosfatidilserin, fosfatidil-inozitol, fosfatidil-etanolaminlar hamda sfingomiyellinlarga bo'linar edi. Endi bulardan asosiy eng ko'p ishlatiladigani albatta bizada fosfatidilxolin hisoblanadi. Shuning uchun biz bu jarayonni sintezini ta'minlash uchun birinchi navbatda oziqa mahsulotlar bilan tushayotgan xolinni faol shaklga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa xolin kinaza fermenti ishtirokida hamda ATF energiyasi hisobiga biza fosfoxolinni hosil qildik va hosil bo'lgan fosfoxolin esa o'z navbatida keyinchalik bizada CDF xolinni hosil qiladi. Qanday qilib? Buning uchun fosfoxolinga bu transferaza fermenti ta'sirida CTF beramiz. Ya'ni sitidin trifosfatni biriktiramiz. Shuni natijasida bizada pirofosfat chiqib ketadi va bizada fosfo-CDF xolin hosil bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu uni faol shakli. Mana shu faol shakli keyinchalik bizada o'sha sintez jarayonlariga kirib ketadi. Kelaylik shu jarayonni ko'rib chiqaylik. Buning uchun keyingisiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bizada agar hujayralarimizda yetarli miqdorda fosfatidilserin mavjud bo'ladigan bo'lsa, uni dekarboksilab, ya'ni dekarboksilaza fermenti ishtirokida biz karboksil guruhini chiqarib yuboramiz, serindagi karboksil guruhini va shuni natijasida fosfatidil etanol aminni olyapmiz. Endi shu fosfatidil etanol aminga 3 molekula sam bersak, ya'ni S-adenozil metioninni bersak va buni metil transferaza fermenti ishtirokida mana shu samni metil guruhini 3tasini bizada etanol aminga birikishi kuzatiladi va shuni natijasida bizada fosfatidil xolin sintezlanadi va ortiqcha mahsulot sifatida ko'rib turibsizlar S-adenozil gomotsistein hosil bo'ladi. Endi
keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizni membranalarimiz uchun, ayniqsa miyadagi hujayrada membranalari uchun nafaqat glitserofosfolipidlar, balki shu bilan birgalikda sfinga fosfolipidlar ham kerak bo'ladi. Endi sfingofosfolipidlarni asosiy vakili bo'lib, bu bizda sfingomielin hisoblanadi. Shu bilan birgalikda sfingolipidlarga agar fosforni o'rniga biz uglevodni qo'shadigan bo'lsak, biz unda turli xil uglevodli lipidlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu jarayon, bu ham murakkab kechuvchi jarayon bo'lib, ko'rib turibsizlar, bizada oldingi leksiyada sintezlangan palmitoil koenzim A'ga serin aminokislotasini biriktirishimiz hisobiga va bir necha reaksiyalardan keyin bizda sfingazin spirti hosil bo'ldi. Endi mana shu reaksiyalar qanaqa reaksiyalar? Birinchi navbatda bu serinni dekarboksilashimiz kerak. Keyin esa transferaza reaksiyasini o'tkazishimiz kerak. Keyin desaturaza va oxirida dehidrogenaza, ya'ni biz nat kiritib, nadash vodorodini olib tashlab, uni nadifashga berishimiz kerak bo'ladi va ko'rib turibsiz, shuni hisobiga, shu reaksiyalarni ketishi hisobiga bizda sfingazin spirti hosil bo'ldi. Endi shu sfingazin spirtiga transferaza fermenti ishtirokida biz bir molekula faol yog' kislotani, ya'ni atsil koenzimani qo'shadigan bo'lsak, bizada ceramid hosil bo'ladi. Mana shu ceramid qolgan glikolipidlar sintezi uchun hamda sfingomielin sintezi uchun asos bo'ladi. Kelinglar, biz buni ko'rib chiqaylik va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, agar biz ceramidga CDF xolin qo'shadigan bo'lsak, bizda qaysi modda hosil bo'ldi? Sfingomielin hosil bo'ldi. Agar biz ceramidga UDF glukoza yoki UDF galaktozani qo'shadigan bo'lsak, biz cerebrozid olamiz. Endi shu cerebrozidga qo'shimcha glukoza, galaktoza hamda N-asetilneramin kislotalarini biriktirsak, bizada gangliozid hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda agar biz shu cerebrozidga sulfat kislotani faol shaklini qo'shib, undagi sulfa guruhni cerebrozidga biriktiradigan bo'lsak, bizada sulfatidlar hosil bo'lishini ko'ramiz. Bular esa periferik va markaziy nerv tizimimizni asosiy membrana oqsillari hisoblanadi va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bular hujayralar yangilanganda yoki bo'lmasa apoptozga uchraganda bu moddalarni albatta bizada parchalanishini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, birinchi navbatda biz sulfatidlardan oltin gugurtdan qutulishimiz kerak, ya'ni sulfa guruhdan qutulishimiz kerak bo'ladi. Sulfa guruhdan qutulishi uchun suv kiritamiz sulfataza fermenti ishtirokida va olib tashlaganimizda bizada hosil bo'ladi cerebrozid. Shu bilan birgalikda agar biz gangliozidga suv kiritib, gangliozidaza fermenti ta'sirida biz neramin kislotasini chiqarib yuboradigan bo'lsak, bizada hosil bo'ladi cerebrozid. Endi cerebrozidga cerebrozidaza fermenti ta'sir etib, yana suv ishtirokida biz undagi galaktozani olib tashlaydigan bo'lsak, bizada hosil bo'ladi ceramid. Endi ceramidni hosil bo'lishi esa sfingomielindan ham hosil bo'lishi mumkin. Qanday qilib? Ya'ni sfingomiyelinaza fermenti ta'sirida suvni kiritadigan bo'lsak, bizada ko'rib turibsizlar, fosfoxolinni chiqib ketishi kuzatiladi va buni natijasida ceramid hosil bo'ldi.
Endi sirimidaza fermenti esa bizada suv ishtirokida sfingazin spirti hamda yog' kislotalarini hosil qilishi mumkin. Shunday qilib, biz sizlar bilan murakkab yog'larni sintezi va katabolizmini ko'rib chiqdik. Endi biz tibbiyot sohasida mutaxassislarni tayinlashimiz bo'lgani uchun asosiy maqsad biz bularni turli xil kasalliklar bilan bog'lashimiz kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham bizada hozirgi aytgan sfingolipidlar katabolizmi buzilishi hisobiga, ya'ni turli xil lizosomalardagi joylashgan fermentlarni yetishmasligi hisobiga tug'ma nuqsonlar kelib chiqadi. Kelinglar ularga biroz to'xtaylik. Mana bu jadvalda ko'rib turibsizlar, agar bizada sulfataza fermenti yetishmasligi kuzatiladigan bo'lsa, bu leykodistrofiya kasalligini keltirib chiqaradi va bu o'sha miyani shakllanishini, psixik o'zgarishlar, rivojlanishdan ortda qolishini, demak, demiyelinizatsiyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda geksosaminidaza, ya'ni neraminidaza fermenti nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, bu TSH kasalligiga olib keladi. Bunda bizni miyamizda gangliozitlarni to'planishi kuzatiladi. Bu esa qo'rqoqlik, apatiya, tutqanoqlar, ko'rish va yutish jarayonlarining buzilishi kelib chiqadi va oxir oqibat kapeksiya va o'lim bilan yakunlanadi. Keyingi kasallik esa bizada cerebrozidaza fermenti nuqsoni hisobiga kelib chiqyapti. Bu esa Gaucher kasalligi deb ataladi. Bunda bizni miyamizda cerebrozitlar to'planyapti. Cerebrozitlarni to'planishi esa barcha hujayralarimizni shikastlanishiga va tizimli o'zgarishlarga olib keladi va buni eng og'ir shakli albatta bolalarni erta cerebral paralichi hisoblanadi va keyingisini yana ko'radigan bo'lsak, ko'rib turibsiz. Demak, keyingi kasallikka o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yerda galaktozidaza fermenti yetishmasligi natijasida fabrik kasalligi kelib chiqyapti. Buni og'ir shakli asosan o'g'il bolalarda rivojlanib, bu buyrak yetishmasligiga olib keladi va shu bilan birgalikda albatta terini ham va boshqa ko'rish a'zolarini shikastlanishi bilan tavsiflanadi va bularda qon talashlar kuzatiladi. Shuni aytish kerakki, agar bizada cerebrozidaza fermentini nuqsoni kuzatiladigan bo'lsa, bu Farber kasalligi deb ataladi. Bu Farber kasalligida dermatitlar, ya'ni tanani skeletini o'zgarishi, deformatsiyasi, aqliy buzilishlarni hamda erta o'lim bilan yakunlanishini ko'rishimiz mumkin va oxirgi tug'ma kasalliklardan biri bu Niemann-Pick kasalligi hisoblanadi va bunda ko'rib turibsizlar, sfingomiyelinaza fermenti nuqsoni hisobiga ketyapti. Buni natijasida sfingomiyelinlar bizda to'planib qoladiki, bizada o'sha gepatosplenomegalia, erta o'lim, bu jigar yetishmasligidan erta o'lim kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, bizda miyamizda ko'p asosiy lipidlari bo'lgan glikolipidlar hamda sfingolipidlarni parchalanishini buzilishi hisobiga turli xil ko'rinishdagi biz nasliy kasalliklarni ko'rishimiz mumkindir. Kelinglar endi boshqa kasalliklarga ham to'xtalaylik va keyingi slaydga ko'rib turibsizlar, bizada lipid almashinuvini kasalliklari o'z navbatida orttirilgan bo'lishi mumkin yoki nasliy bo'lishi mumkin. Endi orttirilganiga keladigan bo'lsak, orttirilgani bizada neytral yog'lar almashinuvini buzilishi hamda xolesterin almashinuvini buzilishi ko'rinishida bo'lishi mumkin. Agar biz neytral yog'lar almashinuvini buzilishi kasalliklarga ko'radigan bo'lsak, bu bizda yog'li gepatoz va semirishdir.
vaholanki xolesterin almashinuvini buzilishi bilan kechadigan kasalliklar bu ateroskleroz hamda o'tdash kasalliklarni kiritishimiz mumkin. Shuni aytish kerakki, bizda nasliy kasalliklar esa o'z navbatida yana ikki guruhga bo'linadi. Bu ko'rib turibsizlar dislipoproteinemiyalar hamda sfingolipidozlarni ko'rishimiz mumkindir. Sfingolipidozlarga biza sizlar bilan to'xtadik. Biz hozir sizlar bilan orttirilgan va nasliy dislipoproteinemiya kasalliklar kelib chiqish mexanizmini ko'rib chiqamiz va keyingi slaydga o'tadik. Neytral yog'lar almashinuvi bilan kasalliklarning orasida eng ko'p tarqalgani albatta bu semirish kasalligi hisoblanadi. Ming afsuslar bo'lsin kim hozir bizda jahonda semirish kasalligi borgan sari ko'payib bormoqda. U ham erkaklarga xos bu kasallik hisoblanadi, ham ayollarga xos bo'lgan kasallik hisoblanadi. Eng yomoni shundaki, bizda bolalarda ham semirish kasalligini ko'rishimiz mumkin. Endi sizlar histologiyadan yaxshi bilasizlarki, bizada yog' to'qimasini shakllanishi homiladorlikning 3-trimestridan borib to pubertat davrigacha o'sha adipatitlarni bo'linishi, ya'ni proliferatsiyasi hisobiga ketadi. Vaholanki pubertat davridan keyin adipatitlarning proliferatsiyasi kuzatilmaydi, balki adipatitlarni gipertrofiyasi, ya'ni hujayra hajmini ortishi hisobiga semirish kuzatiladi. Shuning uchun bolalarga e'tiborli bo'lish kerak, chunki bolalarni semirish kasalligini davolash o'ta murakkab, chunki bu o'sayotgan bolalar, vaholanki kattalarnikini davolash biroz yengilroq hisoblanadi. Shunda o'shaning uchun agar me'yoriy miqdordan tana vazni 20% ga ortadigan bo'lsa, demak semizlik kelib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi shu semizlikni kelib chiqishiga nima sabab? Keyingi slaydda bu to'g'risida keltirilgan. Ko'rib turibsizlar, bizda birlamchi semirishni kelib chiqishi bu albatta alimentar omil hamda gipodinamiyadir. Alimentar omil shundaki, biz juda tez hazmlanadigan uglevodlarni o'zlashtirishimiz ko'payib ketyapti. Bu esa o'z navbatida 30% yog' glukozani yog'larga ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchisi albatta befoyda sikllardagi genetik nuqsonlar hisoblanadi. Uchinchi omil bo'lib, semirishga moyil bo'lgan insonlarda metabolizmni samaradorligi, ya'ni oksidlanish, fosforlanish jarayonlarini uyg'unligi bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi va to'rtinchisi insonlarda aerob hamda anaerob oksidlanishi turli nisbatda bo'lishi hisobiga ham bizada o'sha birlamchi semirish kelib chiqadi. O'shaning uchun biz yeyotgan kaloriyamizni hammasini chiqarib yorishimiz kerak. Bu esa gipodinamiyani oldini olish va harakatni ko'paytirish bilan bog'liq bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda bizada ko'pincha ikkilamchi semirish ham kuzatiladi. Ikkilamchi semirish ko'pincha revmatoid artritli bo'lgan bemorlarda, poliartrit bo'lgan bemorlarda, ularni harakatini cheklanishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, endokrin tizimidagi gipotireozda bu xom semizlik hisobiga kelib chiqadi. Kelinglar biza o'sha alimentar omil nima hisobiga kelib chiqayotganini molekulyar mexanizmini ko'rib chiqaylik va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz, bizada yog' to'qimasida, ya'ni adipatitlarimizda OB geni mavjud. OB geni bizada o'z navbatida mRNKni
sintezlab beradi va bu mRNK esa translyatsiya jarayonida leptin gormonini hosil qiladi. Leptin gormoni bu qayerda sintezlanar ekan? Albatta, adipotsitlarda sintezlanadi. Ammo uni nishon hujayrasi bo'lib, bizda gipotalamus retseptorlari hisoblanadi. Demak, yog' to'qimasida hosil bo'lgan leptin qonga chiqadi va qondan gipotalamusga boradi va gipotalamusda o'zini maxsus retseptori bilan bog'lanadi. Va shuni natijasida neyropeptid va ya'ni ochopatlik oqsilini sintezini to'xtatadi. Buni natijasida ko'ryapsizlar, bu yerda minus qilib ko'rsatib qo'yib biza. Buni natijasida ovqat qidirish hissi insonda yo'qoladi va oziqlanish kuzatilmaydi. Agar bizda shu neyropeptid va bilan retseptori bilan bog'lanmay qoladigan bo'lsa leptin, bunda neyropeptid va sintezi kuchayadi. Bu kuchayishi hisobiga inson doimo o'ziga ovqat qidirishga harakat qiladi, ya'ni u ochopatlik kelib chiqadi va u o'ziga bevosita bog'liq bo'lmagan holda oziqlana boshlaydi. Bu esa albatta semirishga olib keladi. Ayniqsa biz jismoniy mehnat qilmasdan kaloriyamizni yo'qotmasak, semirish kelib chiqadi. Shu bilan birgalikda hozirgi paytda semirishni kelib chiqishida turli xil kimyoviy moddalar ta'sirida kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan boyagi aytganimdek glyukozani, ya'ni yengil o'zlashtiruvchi uglevodlarni miqdorini oshishi, xoletsisteininni hamda bizada enterostatinlar gormonlarini, mahalliy gormonlarini ishlab chiqilishini o'zgarishi hisobiga bu yerda yana o'sha boyagi aytganimizdek ovqat qidirish hissi kelib chiqaveradiki, inson beto'xtov ovqatlanishga harakat qiladi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi kasallik bu yog'li gepatoz. Yog'li gepatozni kelib chiqishida ham ikki xil omil bor. Birinchi navbatda bu alkogolni ko'p iste'mol qilish. Nima uchun alkogolni ko'p iste'mol qilganda bizada yog'li gepatoz kelib chiqadi? Shuki bu etil spirti oldin bizada oksis kislotaga aylanadi. Oksis kislotasi esa aldegid dehidrogenaza ta'sirida aldegidga aylanadi. Aldegid esa o'z navbatida bizada yonishda atsetil koenzima hosil qilishi mumkin ko'p miqdorda. Demak, etil spirti zo'r yonilg'i hisoblanadi. Shuni natijasida jigarda sintezlanayotgan hosil bo'layotgan atsetil koenzim A to'plana boshlaydi. Bu esa 3-atil glitseridlar, yog' kislotalar hamda 3-atil glitseridlar sinteziga kirib ketadi. Shuni natijasida bizada yog'li gepatoz rivojlanadi. Ikkinchi sababi shundaki, etil spirti bizada ApoB100 ni sintezini ingiberlab qo'yadi. Buni natijasida zichligi juda past lipoproteinlar hosil bo'lishi kamayadi. Demak, kamaydiki, 3-atil glitseridlarni qonga chiqib, boshqa to'qimalarga sarflanishini kamaytiradi va jigarda ular to'plana boshlaydi. Xuddi shu jarayon bizada yog'li ovqatlar iste'mol qilganda ham kuzatilib, ko'rib turibsizlar, bu yog'li gepatoz o'z vaqtida davolanmaydigan bo'lsak, asta-sekinlik bilan fibrozlanishga uchraydi. Fibrozni oxirgi bosqichi esa yaxshi bilasizlar, sirroz, jigar sirrozi bilan yakunlanishi mumkindir. O'shaning uchun ham semiz bo'lgan insonlarda yog'li gepatozni rivojlanish xavfi o'ta yuqoridir. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, albatta bizada boya aytganimizdek dislipoproteinemiyalarni o'zgarishi. Dislipoproteinemiyalarni rivojlanishi asosan nasliy kasallik.
bu nasliy kasallik o'sha lipoproteinlarni yo sintezini buzilishi yoki parchalanishini buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz sizlar bilan o lipoproteinemiyalarni alohida ko'rib chiqamiz hamda giperlipoproteinemiyalarni alohida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bu gipolipoproteinemiyani birinchi turi bu A beta lipoproteinemiya hisoblanadi. O'z nomi bilan gapiryaptiki, demak bizada zichligi juda past lipoproteinlar hamda bizada xilomikronlar sintezlanmaydi. Nima uchun sintezlanmaydi? Chunki jigarda ApoB100 oqsili yo'q, ichaklarda esa ApoB48 oqsili geni nuqsoni hisobiga kelib chiqadi. Natijada qon zardobini o'zgarishi kuzatiladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu gipolipidemiya, lipoproteinemiyani ikkinchi turi oilaviy gipo-beta lipoproteinemiya deyiladi va bu ko'pincha bunda faqat zichligi juda past lipoproteinlar sintezi kechmaydi, ammo kechadi, ammo xilomikronlar hosil bo'lmaydi. Demak, bizda enterotsitlarimizda xilomikronlar hosil bo'lmayapti, qonda ularni miqdori keskin kamayishi kuzatiladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu keyingisi zichligi yuqori bo'lgan lipoproteinlar sintezini izdan chiqishi bu oilaviy kasallik hisoblanadi va uni nomi Tanger kasalligi deb ataladi. Uni kelib chiqishini asosiy sababi ko'rib turibsizlar, eterifitsirlangan xolesterinni to'planishi bemorlarda ApoC2 ni bo'lmasligi hisobiga bizada ko'ryapsizlar lipoprotein lipaza faollashmaydi. Bu esa o'z natijada qon plazmasida 3 atsil glitseridlar miqdorini keskin ortishiga sababchi bo'ladi. Keyingi turdagisini ochib qaraydigan bo'lsak, keyingisini ko'rsatsangiz, endi giperlipoproteinemiyalarni ko'rib chiqamiz. Ular asosan 5 ta guruhga bo'linadi, lekin ikkinchisi 2 ta turga bo'lingani uchun jami 7 ta ko'rinishda bo'lishi mumkin. Kelinglar, shularni ko'rib chiqaylik. Birinchisi giperxilomikronemiya deyiladi. Giperxilomikronemiya deyishimizda bizada ApoC hamda ApoE oqsilini genetik nuqsoni hisobiga qonda keskin xilomikronlar miqdori ortib ketadi va agar biz qon zardobini oladigan bo'lsak, u xuddi sutga o'xshash ko'rinishda bo'lib, tepa qismida biroz uni xolodilnikda saqlasak, xuddi qaymoqga o'xshagan tepasida yog'larni, ya'ni xilomikronlarni to'planishini ko'rishimiz mumkin. Bu mana bu rasmda albatta ko'ryapsizlar keltirilgan va uni elektroforogrammasida xilomikronlar miqdori yuqoriligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi turiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi turi bu oilaviy giperxolesterinemiya. Bu asosan giper-beta lipoproteinemiya ko'rinishida bo'ladi. Va bizda buni boya aytganimdek 2 ta ko'rinishi bor. Ikkinchi A turida qonda zichligi past lipoproteinlar miqdori keskin oshadi. Vaholanki ikkinchi B turida esa qon zardobida ham zichligi juda past hamda zichligi past lipoproteinlar miqdorini baravariga oshishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha ularni retseptorini, ya'ni qabul qilish retseptori bor, buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Va ko'rib turibsizlar, qon zardobida xolesterin, ApoB hamda zichligi past lipoproteinlar sintezini bizada
o'zgarishi kuzatiladi. Qon zardobida boyagi nima desam bo'larkan, qaymoqni biz ko'rmaymiz va bu cho'kmaga uni tushishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu bizada dislipoproteinuriyani keng qatlamli beta lipoproteinuriya ko'rinishi, ya'ni o'sha 2B ko'rinishi va bunda ko'rib turibsizlar, bizada qonda zichligi juda past lipoproteinlarni anomal shakllari to'plana boshladi. Ularni demak to'planishi bizada ApoE geni nuqsoni bilan bog'liq bo'ladi. Bu kasallik jigar shikastlanishiga olib kelishi mumkin, chunki bu yerda jigarda 3-atsilglitserid lipaza faolligi keskin pasayadi. Natijada xilomikronlar va zichligi juda past lipoproteinlar katabolizmi jigarda susayishi kuzatiladi. Qon zardobida ularni miqdori ortadi va rasmda ko'rganingizdek, bizada qonni quyuqlangan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi va boyagi mana qora qilib chizilgan elektrofotogrammada keng qatlamli beta lipoproteinni ko'rishimiz mumkindir. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu bizada giperprebeta lipoproteinuriya. Bu lipoprotein lipaza faolligini susayishi bilan bog'liq bo'ladi. Qon zardobida 3-atsilglitseridlar miqdori ko'payadi hamda zichligi juda past lipoproteinlar to'planishi kuzatiladi, lekin xilomikronlar miqdori o'zgarmaydi. Va biz qonini olib ko'radigan bo'lsak, bu qonini biz quyuqlashishini ko'rishimiz mumkin hamda uni rangini o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, 5-turi bu giperprebeta lipoproteinuriya bilan bog'liq bo'lgan giperxilomikronuriya deyiladi. Ko'rib turibsizlar, qon zardobida xilomikronlar, zichligi juda past lipoproteinlar hamda zichligi past lipoproteinlar miqdori ortib ketadigan bo'lsa, zichligi juda yuqori bo'lgan lipoproteinlar miqdorini kamayishi kuzatiladi. Bu kasallik, bu o'sha metabolik o'zgarishlar hisobiga kelayotgani uchun metabolik sindrom ko'rinishida rivojlanishi mumkin va bunda biz ortiqcha vaznni ko'ramiz. Gepatosplenomegalия, bunday bemorlarga pankreatitlar xos bo'ladi hamda ateroskleroz o'ta erta rivojlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shunday qilib biz keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, mana bularni tashxislashda albatta laboratoriya usullaridan foydalanamiz. Birinchi navbatda qon zardobini qanday quyuqlikdaligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni ularni zichligi qanday oshayotganiga qarab turib, hamda ustida qaymoqlar hosil bo'lyaptimi, yo'qmi, shunisiga qarab turib hammasini ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda laboratoriyada qon zardobini elektrofotogrammasi qilinadi. Bu disk elektroforez hisobiga, gel elektroforezi deyiladi va shuni hisobiga ko'rib turibsizlar, lipoproteinlarni qaysi turi oshayotganiga qarab turib biz tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi va davo muolajalarini shunga ko'ra olib boramiz. Demak, keyingi kasallik albatta o'ta keng tarqalgan va geriatrik muammo, bu aterosklerozdir. Ko'rib turibsizlar, aterosklerozni kelib chiqishida birinchi navbatda dislipidemiya muhim ahamiyatga ega. Ikkinchisi esa gipertenziya. Keyingisi semirish, qandli diabet, gipodinamiya hamda chekish hisoblanadi.
mana shu omillari agar uyg'unlikda kelayotgan bo'lsa, ateroskleroz rivojlanish xavfi o'ta yuqori bo'ladi. Savol tug'ilyapti, qanday qilib ateroskleroz rivojlanadi? Kelinglar shunga ozgina to'xtalsak va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, ateroskleroz rivojlanishini aniq omillari bor, ehtimolli omillari bor va mumkin bo'lgan omillari bor. Mana aniq omillarga dislipoproteinemiya, giperxolesterinemiya, gipertriglitseridemiya, gipoalfa-lipoproteinemiya, arterial gipertenziya va chekish kiradi. Ehtimolli omillarga qandli diabet, emotsional stress va irsiy moyillik kiradi. Vaholanki, agar biz mumkin bo'lgan omillarni oladigan bo'lsak, bu albatta semizlik hamda gipodinamiyani misol qilishimiz mumkin. Shunday qilib, biz sizlar bilan hozir ateroskleroz rivojlanishini biokimyoviy mexanizmlarini ko'rib chiqamiz va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz, qon tomirlar 3 qavatdan iborat. Asosiy o'zgarishlar endoteliyda kuzatiladi va endoteliy hujayralarda albatta bizda xolesterinni yig'ilishi kuzatiladi. Qachon yig'iladi? Agar bizda zichligi past lipoproteinlar, antioksidantlar yetishmasligi yoki oqsillarning glikerlanishi kuzatiladigan paytida hamda o'ta kuchli stress ta'sirida ular sekvenjer lipoproteinlarni hosil qiladi. Ya'ni o'zgargan lipoproteinlar va rasmga e'tibor bergan bo'lsanglar, lipoproteinlarni qobig'i silliq bo'ladigan bo'lsa, o'zgargan lipoproteinlarda esa ko'rib turibsizlar, u yulduzcha ko'rinishiga kelib qolganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu o'z navbatida makrofaglar tomonidan yot modda sifatida qabul qilinadi va shuning uchun ular endoteliy qavatidagi sekvenjer retseptorlar bilan o'ta bog'lanadi. Mana ko'rib turibsizlar, rasmda bu fioletoviy rangda o'sha sekvenjer retseptorlar, sekvenjer retseptorlarga esa o'zgargan lipoproteinlar birikyapti. Shuning birikishi natijasida esa bizada o'sha ko'piksimon hujayralar paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Vaholanki me'yorida bu ko'k rangda berilgan, zeleniy rangda lipoproteinretseptori o'zi zichligi past retseptori bilan bog'lansa, ko'rib turibsizlar, bu me'yoriy bog'lanish kuzatiladi. Ammo ateroskleroz rivojlanayotgan bemorlarda zichligi past lipoproteinlar retseptori miqdori kamayadi. O'z navbatida sekvenjer retseptorlarni miqdorini oshganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi buni natijasida quyidagi o'zgarishlar ketadi va keyingi rasmga o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda ko'rib turibsizlar, o'sha yerdagi hosil bo'lgan, to'plangan xolesterinni qamrab olib yo'qotishga bartaraf etishi uchun silliq mushaklarni endoteliy tomon migratsiyasi kuzatiladi. Mana shu migratsiyasi hisobiga ana shu endoteliy hujayralarni yallig'lanishi kelib chiqadi va bu yallig'lanish o'z navbatida ularni yorilishiga sababchi bo'ladi. Demak, biz endoteliy hujayralarni yorilishini ko'rdik. Yaxshi bilamiz, yorilgan, shikastlangan joyga darrov trombotsitlarni kelib o'tirishini ko'rishimiz mumkin, chunki ularni vazifasi shikastlangan membranani bevosita berkitishga qaratilgan bo'ladi. Shuni natijasida ko'rib turibsizlar, endoteliy qavatini shishishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa bu endoteliyni qalinlashishiga va transkapillar almashinuvini buzilishiga sababchi bo'ladi.
va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizada endoteliy qavatida boyagi aytganimizdek bo'rtma hosil bo'ldi. Endi bunday bo'rtmalar ko'p hosil bo'lishi hisobiga bizada ko'rib turibsizlar, laminar kravatok qon oqimi buziladi-da, u turbulent kravotechey qon oqimiga olib keladi. Turbulent oqimda esa qon plazmasidagi, demak, ionlarni, ayniqsa kationlarni o'tirishini ko'rishimiz mumkin. Buni natijasida esa asta-sekinli o'sha plakchani ustini kalsifikatsiyalanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har doim ateroskleroz rivojlangan bemorlarda biza dupleksni skanирование yoki bo'lmasa o'sha angiografiya qiladigan bo'lsak, bu o'sha ichki diametrni torayishini hamda endoteliyni qalinlashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi zamonaviy nazariyalarga ko'ra bu nafaqat noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri hayot kechirish, balki shu bilan birgalikda keyingi slaydda ko'rib turibsizlar, bu bevosita geriatrik muammo hisoblanadi deb ko'pchilik olimlar fikr bildirishyapti. Nima uchun? Ularning fikricha, demak, ateroskleroz rivojlanishi уже bizada 30 yoshdan keyin boshlanadi, asta-sekinli. Bu bizni yashash turmush tarzimiz bilan bog'liq bo'ladi va keyinchalik mana уже keyin 60 yoshlardan oshgandan keyin u o'sha endoteliyni qavatini shishishi hisobiga, demak, ichki diametrni torayishiga olib kelishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa, yana bir bor takrorlayman, transkapillar almashinuvini buzilishi, yon atrofdagi to'qimalarni gipoksiyasi va gipotrofiyasiga sababchi bo'ladi. Va yomon oqibati nima bilan yakunlashi mumkin? Albatta, yo infarkt, agar bu koronaroskleroz kuzatilayotgan bo'lsa, agar miyamizda kuzatilayotgan bo'lsa, bizada keladi insultga. Agar bu brejeyka qon tomirlarida ketayotgan bo'lsa, demak, u yerda o'sha tromboemboliyalarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Demak, biz buni oldini olishimiz kerak. Oldini olishi asosiy sababchisi boyagi aytganimdek, to'g'ri ovqatlanish, yengil uglevodlarni kam iste'mol qilish, qiyin hazmlanadigan uglevodlarni iste'molini ko'paytirish va sog'lom turmush tarzini olib borishdan iboratdir. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, endi keyingisi boyagi aytganimizdek o't tosh kasalligi. Nima uchun o't tosh kasalligini hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqyapmiz. Sizlar yaxshi bilasizlar, birinchi leksiyada men aytdim, xolesterindan jigarda 7 alfa gidroksilaza fermenti ishtirokida bizada o't kislotalar, birlamchi o't kislotalar hosil bo'ladi. Agar shu jarayonni buziladigan bo'lsa, o'z navbatida xolesterin bizada safro tarkibida miqdori oshib ketadi va uni asta-sekin bilan cho'kishiga sababchi bo'ladi. Bu e'tibor bersanglar ayollarda ko'p bo'ladi. Lekin hozir erkaklarimiz ham ularga yetib boryapti. Erkaklarda ham o't tosh kasalligini ko'p ko'rishimiz mumkin. Savol tug'ilyapti. Nima uchun ayollarda ko'p bo'lishi kerak? Birinchi navbatda ayollar albatta homilador bo'ladi. Homilador bo'lganida albatta uni o't yo'lini siqilishi kuzatilishi hisobiga u yerda o'sha duodenostaz kelib chiqadi. Duodenostaz o'z navbatida safroni
to'planishiga va uni quyuqlashishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu yerda tiroid gormonlari ham bizada muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki bizada tiroid gormonlari bizada 7 alfa gidroksilazani faollashtiradi. Lekin bizni aholini ko'pchiligida esa gipotireoz mavjud. Bu esa o't tosh kasalligini ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Endi ayollarda estrogenlar miqdori yuqori. Estrogenlar esa 7 alfa gidroksilaza fermentini ingibitori hisoblanadi va shuni natijasida ayollarda o't tosh kasalligini hosil bo'lishi birmuncha erkaklarga nisbatan yuqori. Ammo olimlarning tekshirilishicha bu ham geriatrik muammo, chunki yoshi o'tgan sayin bu kasallikka duchor bo'lishi ortib borishini ko'rishimiz mumkin. Endi nimalar turtki vazifasini bajaradi? Turtki vazifasini albatta birinchi navbatda infeksiyalar, xolestas hamda xolesterin almashinuvini buzilishi hisobiga ketishi mumkindir. Kelaylik shularni ko'rib chiqaylik har birini va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, slaydimizni ko'rib turibsizlar, nima uchun bizada infeksiya? Agar bizada infeksiya kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni surunkali xoletsistit deylik, unda albatta migratsiya kuzatiladi ichak tayoqchasini o'sha tomonga va shuni hisobiga mikroorganizmlar o'zidan beta glukonidaza fermentini ishlab chiqara boshlaydi. Beta glukonidaza esa o'sha bilirubinni o'tiroq holatga tushib qolishini va pigment toshlarini kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Endi ikkinchisi esa xolestas. Ya'ni agar bemorda o'sha o't yo'lini, o't tushish yo'lini qiyshayshi kuzatiladigan bo'lsa, albatta bu dimlanishga sababchi bo'ladi. Dimlanish natijasida o't qopini kengayishi va suvni hujayralar aro matriksga o'tishi kuzatiladi. Bu esa o't qopida xolesterin hamda bilirubin miqdorini ortishiga vaholanki ular esa erimaydigan gidrofob modda bo'lgani uchun ularni cho'kmaga tushishiga sabab bo'ladi. Nima uchun? Keyingi slaydni ochadigan bo'lsak, chunki bu yerda ko'rib turibsizlar, infeksiyalar muhim rol o'ynashini va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bu yerda keyingi slaydda ko'rib turibsizlar, bizada nima uchun cho'kmaga tusha boshlaydi? Ma'lumki, safro o'zi 4 ta birikmadan tashkil etgan, uni asosiy qismini suv tashkil etadi. 4 ta modda bu xolesterin. Xolesterinning miqdori 25 millimol litrga teng. Ikkinchisi esa fosfatidixolin, ya'ni fosfolipidlar. Ular asosan letsitin, ya'ni fosfatidixolin tashkil etadi. Uni miqdori esa 8 millimol litrga teng. Uchinchisi esa bizada o't kislotalari. O't kislotalari esa bizada 310 millimol litrga teng. Millimol litrga. Shu bilan birgalikda 4-chi tarkibiy qismi bu o't pigmentlari hisoblanadi, ya'ni bilirubin. Endi shunda agar mana shu me'yoriy tarkibi bizada buziladigan bo'lsa, uni litogenlik, ya'ni tosh hosil qilish xususiyati ortib boradi. Bu qachon kuzatiladi? Agar bizda fosfolipidlar hamda o't kislotalar miqdori kamayib ketadigan bo'lsa kuzatiladi. Me'yorida ko'rib turibsizlar, shu 4 ta birikmaning nisbati 1:20-25 tengaga bo'lish kerak. Ammo o't tosh kasalligida bizada letsitinni miqdorini kamayishi hisobiga va xolesterin miqdorini ortishi hisobiga bizada 1:3 nisbatda bo'lib qolib, demak uni litogenlik xususiyati kuchayib boradi.
nima uchun shunaqa bo'ladi? Biz keyingi slaydda ko'ramiz. Boya aytganimdek, uni tarkibidagi 4 ta moddadan ikkitasi zaryadlangan. Ikkitasi esa gidrofob ko'rinishda. Gidrofob bo'lganlarga xolesterin bilan o't pigmentlari, ya'ni bilirubin kiradi. Ana endi shu gidrofob modda cho'kmaga tushmasligi uchun uni atrofida, rasmda ko'rib turibsizlar, bu yashil bilan belgilangan nimani ko'ryapmiz? Biz o't kislotalarini ko'ryapmiz. Endi uni atrofida esa yana nima turibdi? Fosfolipidlar turibdi. Orasida esa ikkita ko'rinishda xolesterinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni u murakkab mitsella ko'rinishida bo'lib, me'yorida buni nisbati 7 ta o't kislotaga 2 molekula letsetin va 1 molekula xolesterin to'g'ri kelishi kerak. Ammo bizda o't kislotalar sintezini pasayishi, ya'ni 7 alfa gidroksilaza faolligini pasayishi o'z navbatida xolesterinni oshishiga va o't kislotalarning miqdorini kamayishiga olib kelgani hisobiga mana shu mitsellar ko'rinishni buzilishi kuzatiladi. Bu esa ularni asta-sekinli oldin qum ko'rinishida cho'kmaga, keyin esa oqsil hisobiga bu toshlar hosil bo'lishiga olib keladi. Nima uchun oqsil deyapman? Chunki tosh hosil bo'lishi uchun bizada yadro vazifasini o'lgan hujayralar yoki oqsillar bajaradi. Mana shu oqsil atrofida xolesterin yoki bilirubin yoki bo'lmasa bizada aralash toshlar hosil bo'lishi mumkindir. Va ko'rib turibsizlar, mana keyingi slaydda ko'rasizlar, oqish ko'rinishdagi bu bizada xolesterinli toshlar, ular asosan yassi ko'rinishda bo'ladi. Vaholanki g'adir-budur toshlar bu bilirubinli toshlar hisoblanadi. Bu pastdagi turganlarni ko'radigan bo'lsak, bu aralash toshlar, ya'ni ham ichida xolesterini bor, ham demak bizada pigmentlari bo'lgan toshlarni ko'rishimiz mumkindir. Demak, agar bu xolido'xga tushgan bo'lsa, biz uni albatta jarrohlik usuli bilan olib tashlaymiz. Lekin u mayda qum sifatida bo'ladigan bo'lsa, biz xolesterinli toshlarni konservativ davolashimiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib? Keyingisiga ochadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yerda biz ikkilamchi o't kislotalarni bemorlarga 1 yil, 2 yil ichida uzoq muddat qabul qilishini tavsiya etamiz. Nima uchun? Chunki bizada o't kislotalarni miqdorini ortishi bizada GMG-CoA reduktazani faolligini pasaytiradi, ya'ni ingibirlaydi. Ammo 7 alfa gidroksilaza faolligini oshirishi mumkin bo'ladi. Chunki bu ikkilamchi o't kislotalar birlamchi o't kislotalarga aylanishi mumkindir. Ana shuning uchun ham bu konservativ davo bizada metafilaktikada, ya'ni toshlar hosil bo'lishini retsidivini olishda keng qo'llaniladi. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, demak bularni ko'rib turibsizlar, kichik toshlar bo'lgandagina tavsiya etishimiz mumkin. Agar infeksiya bo'ladigan bo'lsa, biz uni tavsiya etolmaymiz. Hamda homiladorlik kuzatiladigan bo'lsa, hamda jigar kasalligi bor bo'ladigan bo'lsa, biz bemorlarga bu dori vositalarini tavsiya eta olmaymiz. Demak, shunday qilib biz sizlar bilan yakunladik neytral yog'lar kasalliklarini hamda xolesterin almashinuvi bilan bog'liq kasalliklarni. Va oxirgi to'xtaladigan mavzuyim bu albatta arachidon kislota hosilalari. Biz yaxshi bilamiz,
Bizni membranalarimizda fosfatidilxolin miqdori yuqori. Bu fosfatidilxolinni fosfolipaza C ishtirokida parchalanishi hisobiga undan arachidon kislota ajralib chiqadi. Arachidon kislota esa bizada turli xil biologik faol moddalar hosil bo'lishi mumkin. Bu jarayon sikli oksigenaza fermenti ishtirokida etadi. Uni qisqartirilgan nomi COK deyishadi. COK 1 bor, COK 2 bor, uni vakillari juda ham ko'p. Demak, bizada arachidon kislotadan ana shu siklooksigenaza fermentlari ishtirokida ko'rib turibsizlar, turli xil ko'rinishdagi prostaglandinlar sintezlanishi mumkin, tromboksanlar sintezlanishi mumkin, hamda prostatsiklinlar sintezlanishi mumkin. Bularni barchasini o'ziga yarasha vazifasi bo'ladi. Shu bilan birgalikda agar bu barcha to'qimalarda ketadigan bo'lsa, bizda leykositlarimizda arachidon kislotadan lipooksigenaza fermenti ishtirokida leykotrienlar hosil bo'ladi. Ko'pchilik leykotrienlarni miqdorini keskin oshib ketishi bizada allergiyani kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Chunki ular allergiyani keltirib chiqaruvchi asosiy omil hisoblanadi va allergologlar bu allergiyani davolashda hozirgi vaqtda albatta shu leykotrienlar ingibitorlarini qabul qilishga tavsiya etishadi. Va bu yerda yana oxirgi gapiradigan gapim shundan iboratki, bo'lajak doktorlarim aspirinni bo'lar bo'lmas bevirurmaylar. Ularni nafaqat ijobiy ta'siri bor, balki shu bilan birgalikda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar bemorda allergiyaga moyilligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarga aspirin va uni hosilalarini berishi mumkin emas. Nima uchun? Chunki biz yaxshi bilamiz, aspirinni ta'siri bu siklooksigenaza fermentini ingibitlanishi bilan bog'liq. Shuni natijasida bizada tromboksan A2 hosil bo'lmayapti va giperkoagulyatsiyani oldini olib. Ammo buni natijasida arachidon kislotasi lipooksigenaza yo'lga o'tib ketyapti. Lipooksigenaza yo'lga o'tib ketishi natijasida leykotrienlar sintezini jadallashishiga olib keladi. Bu esa osmoidniy komponentni kuchayishiga sababchi bo'ladi. Shunday qilib, men ma'ruzamni yakunlar ekanman. Ko'rib turibsizlar, bugun biz sizlar bilan xolesterin hamda murakkab lipidlar sintezi va parchalanishini ko'rib chiqdik. Ular bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni va shu bilan birga ateroskleroz, o'ttosh kasalligi, sfingolipidozlar, lipoproteinemiyalar, dislipoproteinemiyalar hamda boshqa kasalliklarga to'xtaldik. Mana shunday qilib biz bugun yakunlanamiz va yakunlashdan oldin sizlarga bitta oldingidagi vaziyatli masala bermoqchi edim. Bir o'ylab ko'ringlar, balki unga javobini toparsizlar. Baraka topkurlar. Bu umumiy biologiyani yaxshi tushunganlar birpasda javobini topadi. Biz yaxshi bilamiz, suvda tubida yashovchi hayvonlar hamda shimolda yashovchi hayvonlar albatta o'zida yog'larni zaxiralaydi. Glikogenni sifatida emas. Bizda ham yog'lar massasi glikogenga nisbatan anchagina yuqori. Bizni tanamizni vaznini atigi 5%ni, jigarimizni 5%ni bu bizada boyagi glikogen. Nima uchun? Organizmlar, hozirgi sanab o'tayotgan organizmlar va biz ham asosan
yog'larni to'playmiz, uglevodlarni emas. Agar shu mani savolimga javob bersanglar, demak sizlar yog'lar almashinuvi va uglevodlar almashinuvi orasidagi bog'liqliklarni to'liq tushungan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, xayr.